adashmasam bir haftani ichida 4-chi yo 5-chi marta bu bo'lyapti turgan ish. Hozir tushuntiraman. Zaslonka, Spark avtomat korobka, to'rtta bolta turadi zaslonka, yechib benzinda yo karibda yuvorsalaring, yuvib qaytib qo'ysalaring оборот o'ynamay qoladi degan videolar tarqab ketdi. Akamiz ham shu ishni qilishibdi. Bir kun, 2 kun o'ynab yurgan, оборот o'ynash to'xtamagan, oxiri kelishgan bizga. Biz tushuntirdik, aka, bu zaslonkani yechib yuvgandan keyin обязательно kompyuterga sovorish kerakda. Sibros qilib, ashpasini o'chirib qo'yish kerak. O'chirmasangiz, sibros qilmasangiz, oylab o'ynab yuraveradi deb tushuntirdik. Hozir biz boshqatdan yechib, zaslonkani yuvib, kompyuterga solib beryapmiz. Xudo xolasa, o'tatib tekshirib beramiz sizlarga. Ashpkalarni o'chirib, boshqatdan sibros berib qo'ydik. Mana оборот o'ynashiga e'tibor berasizlar. Umuman o'ynamaydi. Gaz ko'tarishlari ham joyida. Oborot tushyapti sekin. Mana 3 ta tayoqcha bo'ldi. Albatta yechib yuviladigan mashinalar bor, lekin sanoqli. Bilishni xohlasalaring kommentariyada yozib qoldiraman. Bemalol kirib ko'rib olishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.